Hamma narsa odatdagidek ko'rinayotgan bir lahzada kutilmagan xulosa paydo bo'ldi va shu ondayoq yillar davomida qurilgan ishonchlar titrab ketdi. Bu texnologiya sinovdan o'tgach, nafaqat tizimlar balki ularni boshqarib kelgan tafakkur ham o'zgardi. Oldin g'alaba deb hisoblangan usullar birdan jim bo'lib qoldi. Xaritalarda chizilgan yo'llar ma'nosini yo'qotdi. Osmon esa mutlaqo boshqa qoidalar bilan nafas ola boshladi. Bu oddiy yangilanish emas edi, bu butun o'yin maydonining o'zgarishi edi. Sinov jarayoni sokin boshlandi, lekin uning ortida turgan maqsad nihoyatda chuqur edi. Kuzatuvchilar avvaliga faqat ma'lumot yegilayotganini o'ylashdi, ammo vaqt o'tgan sari bu jarayonning asl mohiyati ochila boshladi. Texnologiya ishladi, lekin u shovqin chiqarmadi, u portlamadi, u ko'zga tashlanmadi. Shunga qaramay, u eng muhim joyga ta'sir qildi, ya'ni qaror qabul qilish lahzasiga. Eski strategiyalar har doim tezlikka, kuchga va ko'rinadigan ustunlikka tayanib kelgan edi. Kim balandroq uchsa, kim tezroq zarba bersa, kim kuchliroq portlash qila olsa, o'sha ustun deb hisoblanardi. Ammo sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, endi ustunlik boshqa yerda edi. U jimlikda, aniqlikda va vaqtni boshqarish qobiliyatida yashirin edi. Shu sababli avval ishonchli bo'lib ko'ringan rejalar birin-ketin bekor qilina boshladi. Texnologiya o'zini ko'rsatgan lahzada mutaxassislar sukutga cho'mdi. Chunki ular ko'rayotgan narsa na eski darsliklarga mos kelardi, na oldingi tajribalarga. Bu tizim dushmanni yo'q qilishni emas, balki uni harakatsiz qoldirishni maqsad qilgan edi. U qarshi tomonni nima bo'layotganini tushunishga ulgurmasdan, o'z imkoniyatlardan voz kechishga majbur qilardi. Shu yerda eng muhim burilish yuz berdi. Strategiyalar faqat qurolga emas, balki ma'lumotga tayanishi kerakligi ayon bo'ldi. Kim ko'proq bilsa emas, kim to'g'ri vaqtda to'g'ri signal yuborsa, o'sha ustun bo'lib chiqdi. Bu texnologiya aynan shuni isbotladi. Sinovdan keyin ko'plab eski rejalar qog'ozda qolib ketdi, chunki ular yangi sharoitda ishlamasdi. Bu jarayon faqat texnik o'zgarish emas edi, bu fikrlashdagi inqilob edi. Harbiy rejalashtirishda yillar davomida o'rnatilgan qoidalar qayta ko'rib chiqildi. Oldin xavfsiz deb hisoblangan hududlar endi savol ostida qoldi. Chunki texnologiya masofani muammo sifatida ko'rmasdi, u masofani oddiy tushuncha darajasiga tushirib qo'ygan edi. Sinovdan o'tgan texnologiya shuni ko'rsatdiki, kelajakdagi qarama-qarshiliklar endi ko'rinadigan to'qnashuvlar bilan boshlanmaydi. Ular jimlikda, signalda va sezilmas ta'sirda boshlanadi. Bu esa eski strategiyalarni butunlay samarasiz qilib qo'ydi. Chunki eski rejalarda dushman harakati aniq ko'rinadi, vaqt bor, javob berish imkoniyati mavjud edi. Yangi sharoitda esa bu imkoniyatlar juda qisqa yoki umuman yo'q bo'lib qoldi. Eng hayratlanarlisi shundaki, texnologiya sinovda o'zini himoya vositasi sifatida ko'rsatdi, ammo amalda u hujumdan ham kuchliroq bo'lib chiqdi. Chunki u qarshi tomonni hujum qilish fikridan qaytardi. Kimki bu tizim faol ekanini bilsa, u har qanday harakatni 100 marta o'ylab ko'rishga majbur bo'ldi. Bu esa strategik ustunlikning eng yuqori darajasi edi. Shu sababli eski strategiyalar birin-ketin bekor qilindi. Ular o'z vaqtida kuchli bo'lgan, lekin yangi sharoitda xavfli xatoga aylangan edi. Texnologiya sinovi shuni ko'rsatdiki, kelajakda g'alaba faqat qurol bilan emas, balki tafakkur bilan qo'lga kiritiladi. Kim o'z fikrini tezroq o'zgartira olsa, kim yangilikni tezroq qabul qilsa, o'sha ustun bo'ladi.